Dede kızlık aldım. Ya mana desa O'ltay? Nimadan yetdingiz buni? Prosta sotib oldim. Bo'pti, uyga kir, jim o'tirgan olma, men ishga ketyapman. Dede siz bilan ishga boray, mashina minishni o'rgatib ketasiz. Yo, Muka, sen uyda o'tir, olma. Boray. Yo'q, hayır. Boray. O'tirma. Sekin, sekin O'ltay, sekin. Ya dede to'g'rimizdan mashina kelyaptimi? Hoy, stress ko'pirsin, to'xta. Dede shu uchun yosh bolaga boshini berib bo'lmaydi-da. Poqimga o'tirib olding, bo'lmasa aql ishini qilib. Seversin onani, seversin Dede emas, sonsalar 3-1 emas. Bunday dumalab. Seni duymadin. Somsada merjigar nima qilyapti? Dede mashinangiz qizib tursin dedim-da. Assalomu alaykum. Kim somsani yarimta tishlab ketdi? Ha o'g'lingiz-da? Aka, men dadam Jizzaxdagi tandirchada ishlaydi. Somsalari shirin, 3 xil somsa yopadi. Jizzax shahariga dastavka tekin. To'y va marosimlarga ham somsalar yetkazib berishadi. Siz dadangiz unaqa emas. Voy bolam, tirikmisan? Dada bitta somsa qolib ketibdi.